Aleyküm obunachilar. Sizlarga 2-3 kun oldin qo'yib o'tgan videomuz bor. Arzon narxda poliz ekinlarini sotuv yo'lga qo'yildi deb video joylagandik. Adresini so'rab yozib turibsizlar. Adresi bo'lsa Bag'at dehqon bozor qishlog'ini yuragi bo'lgan Kirov City desa hamma biladi. Manzil Sitapor tendayna. Urganchdan kelaverish. Sitapor tenda Alisher akam shunday tadbirkorchilikni yo'lga qo'yibdilar. Arzon narxda, optim narxda kiloga olishlaringiz ham mumkin. Shuni sizlar bilan narx-navolarni tushuntirib o'tamiz. Bu yerda ajoyib savdo bo'lib turibdi o'xshaydi. Assalomu alaykum Alisher aka. Yaxshimisiz? Savdolar bo'laversin, sog'-salomat yursinmay. Bu videoni joyladik. Bizga shunday arzon narsalar sotiladigan yer ochildi deb, keyin podpisklar yozib turibdi, adresini tushuntir, nerda u bizlar ham borali. Shuning uchun keldik oxiri adres tushuntirmaga. Sizdan narx-navolar chiqib turibdi Alisher aka. Xaltasi 25.000 so'm, 28-29 kilo chiqadi yine. Xaltasi 25.000 so'm. Yine aksiyada qaytib ketdingizlar, yine aksiya 25.000 so'm. 25.000 so'm yine piyoz 25.000 so'm xaltasi. İnatçının tazalanganı içinden 1 kilo ösken ya çıkardı ya çıkmıyordu yine. Görərin yine. Vahşi. Aşının neyse şu. Bizlərdə arzançılıq əmmənəsə dastan bir. Kəşkələr həm var yine. Kütülmegen yangilik kılıverdiniz ki. Hele bu xaltası 25.000 so'm degan bu. Ak piyazı 2800'den veremezsen patrisçilerin yine. 2800'de ak Pazarda piyaz. 3,5-4 min so'm. 2800'den veremeyine setkeye kilağa 3000 so'm. Kerem'de 2000 so'm kilası. Gerdə kəçkələr var yine körsətin yana. Obunachilar, lekin bu 25.000 so'mdan bu menimcha mut degani, lekin bu ulgurib qolinglar. Hali ko'pmang buni Alisher aka. Kerçke köp yine kerçke kaptır. Sizda tuxumli kartishkalar ham bor. 5,5 min so'm yine gelmez. Akşam ötken gün geldi bir maşini azgına kaldı bunlara. 5,5 min so'm. Ulgurib qol, obunachilar az qolibdi. Kesip göstermem dastan deg aslan. Gelin atacağım. Ya ak piyazlar ham boy ajoyib. Kelaverasizlar, bunday aksiya lekin hali hech yerda bo'lmagan. Men o'zim bozorda ko'p yuraman. Bunday hali xaltaga 25 ming degani. Bu Alisher akamda bo'lib turibdi bunday. Kerçkeni ko'rsatsan yine ko'rsat abuna. Kertishka, ajoyib sap-sari kertishka yine. Kerem'le 2000 so'm ana. Bazarda 2,5 mingde oturttular. 2'den veremem abunaçılarına. Yine Keremler ham ajoyib. Yine loya 15.000 so'm yine jora. Hem de 20.000 so'm. Ajoyib yine. 15.000 so'm. Maaşlar 18.000 so'm ana. Xaltada kola skladda. 18'den veremiz. İri kerçke 6.000 so'm ana. Kesip gösterəver ona. Hem de 6,5 7'de oturttular. 6'dan veremeyin şu kerçkeler. İzi köp skladda Dastan Bey. Yo, ajoyib. 2800'de yine piyazım zor yine. Ha, Gördün mü? Sakına karayını sakırdaptı. ajoyib. İçinde solğanı, Yok. çürüge çıkmaydı. Kaytıp alamız. Eğer şunday ne bolsa qaytib olamiz deb bilir. Mal geçirliğe kadar topraksız beni. Ha, bular mal geçirler. Mal geçirliğe 1000 so'm, topraksız, acayip. Tüyüp gösterəmən desə, yitiğanı 1400 so'm ana. Yitirgani 1400 Ben so'm. yerdə Xaltagam, iki- kilogam shu. Hava, optum baxa. Optim baha. Sizlardan shunday o'z tadbirkorchiliklaringizni reklama qilish xohlasangizlar, bizlar bilan bog'laninglar, telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Sifatli qilib, chiroyli qilib sizlarga xalqqa yetkazishga harakat etamiz. Kelaverasizlar shu yerda Alisher akamning ajoyib do'koni, optim do'kon. Eng qiziqli tarafi, nov narsa olsangizlar ham shu yerdan, dastlabki xizmat ham bepul. Shu olgan narsalaringiz ichida yetkazib beradi ekanlar.